sehrdan saqlanish uchun aytiladigan zikrni o'rganamiz. Hozir aytib ham o'tdim suhbatning orasida. Bismillahillazi la yazurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Payg'ambarimiz alayhissalom kim ushbu zikrni ertalab 3 marta, kech kirganda, ya'ni asrdaykinmi, shomdaykinmi, o'sha vazifalarimizni qilamiz-ku, o'sha vazifalarimizga qo'shib 3 marta aytsa, to'satdan keladigan balodan omonda qoladi dedilar.